Yaxshimisan? Yo'q, yana mana shu o'rtog'ingiz bilan chiqdingizmi? O, baqirma eshitib qoladi. Jonimga tegdi, har doim 3 kishi ko'rishib. O, yoshidan billa o'sganmiz, qayerga borsak ham billa boramiz. O'rtoq xalaqit qilmayman, ha? Yo, sen xalaqit qilmaysan, yur. Tog'ga chiqqanmiz, yiqilgan esingdami? Kulgili yeyman. Shu 3-marta aytolsan, yemayapti. Nima gap? O'rtoq, isib ketdim, suv olib ber. Voy, hozir rasul qildirmay turgin, iltimos sendan. G'ulom aka, bayram yaqin. Nagulna shirinlik olib berdingiz. Bo'ldi, hozir hal qilamiz. Voy, gul bilan shirinlik qayerdan olaman hozir? Vaqtim yo'q-ku. Sen borib kela olmaysanmiz, aylanib turgunimizchi? Boshimni ortma, mana buchet degan приложение bor. Bu yerda har xil turdagi gul bilan shirinliklarni zakaz qilsang bo'ladi. Aytgan narsangni любой joyga dostavka qilib berishadi. To'lovini ham xohlagan turda amalga oshirsang bo'ladi. Hayit bayramida ham ertaga yaqinlaringga mashdan sovg'a olsang bo'ladi, ko'chirib ol. Gul bilan shirinlik zakaz qil shunda. Voy, rahmat G'ulom aka. Endi bitta suv olib ber menga. Bitta suv bilan umrimni yeding bor-ku. Qizingga qilgan rasxodingni qara. Mana bu shirinlikni bir donasini ham menga olib bermagansan. Shu qiz kelib o'rtamiz buzildi san bilan. Men sovg'alar bersam qo'yning joyiga tushadimi? Ha. Ma. Voy, siz jinnimisiz? Nima shularni hammasini berib yubormoqchimisiz? Ha, berib olmoqchiman. Unda siz bilan oramiz ochuv. So'zi ko'zidan go'zal, ko'zi yuzidan go'zal. Ana, videoyimiz tarqalib ketdi. Odamning qanaqa isbotlab beramiz endi? Saridib bo'ldi. Mana deb, sen u qizing bilan o'rlashib xato qilding o'zi. O, saridib bo'ldi. Yopishma. Hozir buni ham videoga olib muzika chiqarib o'shadi. Ko'zimga ko'rinma. Sana.